Assalomu alaykum, Zavqiy xayriya jamoat fondi. Sovuq kunlarda So'rida tunni o'tkazayotgan Odinaxon onamizga o'tgan safar yordam bergandik. Bu safar ham yordam berish uchun tashrif buyurdik. Mana hozir assalomu alaykum. Odinaxon ona, Yorqinjon joylab qo'yibsiz narsalarda. Tayyorlab qo'ydik. Zavqiy xayriya jamoat fondi yana Odinaxon onamizdan xabar olishga keldik. Homiy opamiz tomonidan yostiq, parto'shak, ko'rpa, keyin elektr pech, kalish kabi mahsulotlar, non hamda qishda sovqotmasligingiz uchun kiyimlar, shunga o'xshash keyin mana bunday tayyorlangan asal, bodom, shunga o'xshash mahsulotlardan tayyorlangan sog'lig'ingiz uchun, sovqotmasligingiz uchun shunday mahsulot berib yuborishdi. Bundan tashqari 200 ming so'm moddiy mablag' ham berib yuborishdi. Juda bir ajoyib homiy opamiz borlar. Juda ko'p muhtoj insonlarga, shu qiynalgan insonlarga yordam qo'lini cho'zib turadilar. O'sha kishi berib yubordilar. Zavqiy xayriya jamoat fondi nomidan qabul qilasiz, albatta. Homiy opamiz nomlaridan qabul qilasiz, qolaversa. Mana shu So'rida tunni o'tkazyaptilar Odinaxon onamiz. Alloh o'z panohida saqlasin. Shu homiylardan iltimos qilardik. Mana YouTube'da anchagina odam ko'rdi. 4 mingdan oshiq hamma yordam beramiz deyishyapti, xudo xolasa. Qolganlarni ham yordamga chorlab qolamiz. Mana shu o'zlari o'rta hol bo'lsa ham homiy opamiz yordamga shoshdilar va Odinaxon onamiz sovqotmasliklari uchun mana bu yostiqlar, ko'rpalar, to'shaklar, isitish pechlari, bu oyoq kiyimlari hamda tabiiy tayyorlangan issiq tutadigan mahsulotlar, non nasiba va kiyim-kechaklar berib bordilar. Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Odinaxon ona, qabul qilasiz. Duo qilib qo'yasiz. Amin. Avvalo oldin sizlarga rahmat. Shunchalik qilib nazarlaringga tushirib, meni shunchalik yo'qlab kelganlaring uchun Iloyim ishlaring omadini bersin. Qolursa mana shunchalik menga shu narsalarni berishgan ana shu otamizga katta rahmat aytaman. Iloyim tan jonlari sog' bo'lsin, farzandlarining rohatlarini ko'rsin. Allohu akbar. Sog' bo'ling opa. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Sog' bo'ling Allohning panohiga. Zavqiy xayriya jamoat fondi bunday ishlarni sizlar bilan birgalikda davom ettiradi.